viloyati ahli, sizlarni kirib kelgan Navro'za ayyom bilan chin yurakdan, oilam nomidan, Angor tumani hokimligi nomidan tabriklayman. Hammani oilasiga tinchlik, totuvlik tilayman. Osmonimiz doim shunaqa musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. Yangilanish, yasharish ayyomi bilan butun vohamiz ahlini chin yurakdan muborakbod etaman. Viloyatimizda juda katta umum qadriyatimiz bo'lgan Navro'z bayramimizni nishonlash boshlab yubordik. Biz juda ham xursandmiz. Mana shunday tinch zamonda yashayotganimizdan, ayniqsa xotin-qizlar, bu yurt tinch yurtda xotin-qizlarga bo'layotgan e'tiborni prezidentimizning qo'llab-quvvatlashini hisobga olib, shunaqangi ko'tarinki kayfiyatda bugun nishonlamoqdamiz. Xususan Bandixon tumanida ham xotin-qizlarga bo'layotgan e'tibor juda kuchli. Assalomu alaykum hurmatli Surxondaryo xalqim, O'zbekiston xalqim. Bugun butun yurt O'zbekiston bo'ylab Navro'z tantanalari davom etyapti. Mana shu yurtboshimiz tomonidan tashkil etilayotgan ayollarga qaratilayotgan e'tibor uchun, ular uchun yaratilayotgan sharoitlar uchun rahbarimizga rahmat aytamiz. Aynan Surxondaryo viloyati hokimi ham Ulug'bek Berdiqobilovich umuman Surxondaryo ayollariga, Surxondaryo xalqiga har kungi tinmasdan ishlab qilayotgan harakatlariga minnatdorchilik bildiramiz. Bu bayram bilan butun vohamizni, O'zbekiston Respublikamizdagi ham barchani Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Mana bugun muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ayollarga juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda, imtiyozli kreditlar berilmoqda, ayollarimizni qo'llab-quvvatlamoqda muhtaram prezidentimiz. Bayram bilan vohadoshlarimizni tabriklayman. Bayram juda chiroyli o'tmoqda.